Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi suhbatimiz qisqacha psixosomatik kasalliklar to'g'risida suhbatlashamiz. Endi hozir tibbiyot rivojlangan sari bizni tibbiyotimiz ham oldin sovet davrida somatik tibbiyot bo'lgan bo'lsa, hozir bizni tibbiyotimiz ham psixosomatik tibbiyotga o'tib boryapti. Ya'ni insonning ruhiyati, ruhiy holati, asab holatiga ham davolash jarayonida e'tibor berishligi kerakligiga hamma olimlar, mutaxassislar bir fikrda. Shuning uchun psixosomatik meditsina qachon paydo bo'lgan degan savolga javob topishga harakat qilamiz. Dastlab psixosomatika to'g'risida, ya'ni insonning kasalligi bilan uni ruhiyati to'g'risida, asabi to'g'risidagi bog'liqlikni Gippokratning ishlarida ko'rishimiz mumkin. Gippokrat g'azab, qo'rquv, keyin o'sha surunkali asabiylik, stresslar o'sha kasalliklar keltirib chiqarishligi to'g'risida o'z asarlarida aytib o'tgan va insonlarni 4 ta temperamentga bo'lib ta'riflagan. Bu flegmatik, sangvinik, xolerik, melanxolik degan, ya'ni o'zimizni keyinchalik sharq olimlari uni ishlarini o'rganib, ayniqsa Ibn Sino o'sha mijoz ta'limotida o'sha Gippokratni mana shu temperament ta'limotidan foydalangan. O'sha sangvinik degani o'zi qon mijoz degani, flegmatik degani balg'am mijoz, xolerik safro mijoz, melanxolik qora safro yoki savdo mijozga to'g'ri keladi. Ya'ni inson ruhiyatini toifalarga bo'lib va o'sha har bir toifa kasallikka qanaqa reaksiya qilishi, stressga qanaqa reaksiya qilishligini dastlab Gippokrat ishlarida, uni keyin rivojlantirib Ibn Sino umuman psixosomatikani asoschisi hisoblanadi. Bilasizlar, Yevropada o'sha 16-17 asrdan Ibn Sinoning hozirgacha Ibn Sinoning asarlari, ya'ni o'sha tib qonunlari asarlari tibbiyot institutlariga o'qitib kelingan va asosiy adabiyotlardan hisoblanilgan. Shuning uchun psixosomatik meditsinani asoschisi Ibn Sino hisoblanadi. Keyin 20-asrda bunga e'tibor kuchaygan 7 ta, ya'ni o'sha Chikago 7-ligi deyiladi. Frans Alexander degan olim nimani psixosomatik kasalliklardan 7 tasini aniq ruhiyatga bog'liq ekanligini, aniq stresslarga bog'liq ekanligini ta'riflab bergan va nozologik birlik sifatida ajratgan. Bundan keyingi suhbatlarimiz mana shu Chikago 7-ligi, asabga bog'liq ruhiy kasalliklar, stress tufayli kelib chiqadigan somatik kasalliklar, o'sha ruhiy holatlar to'g'risida ham suhbatlashib boramiz.